Sekkeler içinde mi ya? Deniyorum bu. Sekkelerini padarka ettik içinde. Padarka etediler yine. Bellerim demez. Oyulgan ponni. Oyup genç kres yorulgan. Genç kres yorulgan. 18 materialdan salgan. Bura arasında hiç etmedi. Halasa zamok uze. Böyle Gulamcan ustamız. Aynen. İşkiletli zamokları. Acayip. Şunda hep yaldırap duradı ya. Çıray berip. Akşam ustan öpke. Assalomu alaykum. Aziz yurtdoshlar, kanalimiz qadrli podpischiklari, yana men sizlar bilan Xudo shukr brat. Xudo xolasa bu yana foydali videolardan birisini qo'yamiz sizlarga. Xiva shahrimizda G'o'kko'lda joylashgan G'ulomjon ustamiz bor. Shu ayna kapı nelar bilan shug'ullanadi, sifatli, hozirgi zamona talabga javob beradigan eshiklarni o'tadi. Qo'rqmang, nataverasizlar. Aqua, demir eshik, xohlagan turingizdan yasab beradi. Qisqa muddatda qo'yib beradi. Hozir sizlarga eng arzon bomba yangiliklarimizni ko'rsatamiz. Boshqa ustalarga ko'ra arzonroq aytadi. Hammasini arzonroq skidga aytib turibdi bayramda ham. Yana hozir bir yandan ko'rsatib o'tamiz. O'zlarini Telegram kanallari ham bor, kuzatib boraman desangizlar, ustanobcha jarayonlarini bizning kanalda hozir shu videomizda qo'yib o'tamiz. Arzimon mehnatimizni qadrlab, layklarni bosib, obuna bo'lib, o'zlaringizni chiroyli fikrlaringizni qoldiringlar kommentariyada. Asa gittik. Bir yandan ko'rsatamiz hozir. Batafsilatib. Noshuklar ishlatib tushadi, ikkichamli o'zlari stanoklari bor. Tushuntirib bergan ishida taxlissaqa. Avang ishida 100%. Bunda ishni eng glavniy pressdan chiqadigan narsa bunda. Ish narsadan pressdan chiqadi eshik. Shu narsadan? Ha. Rezvolar ekan. Ajoyib. Aynan. Ish narsadan pressdan chiqadi. Hali xudo xolasa. Har endi roverda yotib turasiz, ko'ratamiz ularni. Zabunachilar zo'tilinib turgan variantlarni. Bundayna tayyor bo'lgan eshiklarimiz. Xudo xolasa. Bu nechtalik nada? Ya ko'rganimiz-ku bor. 08dan. 08lik. Bu 08, bular 08. Bu 06 varianti. Yana. Mahkamlar zaten. Aziz yurtdoshlar, yana bemalol zakaz etaverasiz. Xohlagan turidan aqi. Xohlagan turidan bor. Xolasa bundan qaroqlanishga yetishimiz mumkin. Xolasa mangdin, xolasa rasmlar bor, shu rasmlarni ko'rsatib. Xohlagan yozuvni yozib berasiz. Xohlagan yozuvni. Adını ham yozib beraveramiz. Ana. Bemalol zakaz etaverasizlar. Pulini kelsak buni. Bizdan kelsalar. Sizdan kelsa, men aytdim-ku, ishi eshikni, ishi durishi. Ha? Ishi durishi. 600 ming so'm variant ham bor, ishi durishi. Arianana 700 mingga kvadratına ketadi. Eshikni ishlanishini qarab deyman-ku. Ish eshiklarni misol ish eshikni men 600 ming so'mga dastlab ketib beraman. 600 ming so'm. Xorazm bo'yicha. Xorazm bo'yicha, va. Lekin qara-qarapaqlar bo'lsa bir 700 ming so'm shu atrofida beradi. Uzakroq. Lekin ishi Qo'shko'pir, Bag'at, Yangiariq 600 mingga Xorazm bo'yicha bor. Va, dastlab ketib beraman ponni. Xorazm qara-qarapaq zakaz olaveramiz. Ana. Ketaveradi aziz yurtdoshlar, bemalol garantiyali ish izlab o'rganlar olsangiz murojaat qilaverasizlar. Telefon nomerlarini qoldiramiz. Yana G'ulomjon usta og'asi bilan ishlaydi hozirgi. Og'asida kraska urib turgan. Og'aylar ishida ustalar avlodindan bular. Xivona. Aynan. Kelaverasizlar. Bu necha so'm tushadi? Bu ishi durishi 1 million aga. 1 million. Nechanchalik? Zamok ham bo'ladi ichida. Apparat ustanobga aytib beramiz. 92 metrlik 2 ozon. Farqi yo'q. Eğer promok bo'lsa, yanda promok bilan ozgina pul qo'shiladi. Ana. Promok bo'lsa. Bu durishi 1 million. 1 million avan. Zamoki bilan. Zamoki bilan apparat ustanobga aytib beramiz. Aynan. 08 material. 08 material. Aynan. Bana berkisine. Mana ishini 700 ming so'm. 700 ming so'm. Qaroqlanishga olsa zamok qo'shilsa qo'shiladi hozir. Hozir qo'shiladi. Mana. Buni 800 ming so'm bersak bo'ladi. Durishini. Durishini. Yana. Aziz yurtdoshlar, ishonchli 08 materialdan yasalgan.
uraverasizlar, hech etmaydi. Xalasa zamok o'zi halan zamokini olib berish mumkin. Xalasa ishini zamokdan qo'yib bersa qo'yib beraveramiz zamoklarni. Bu tarafdagi kichkina razmerli eshikni ham ko'rsatib bering bularni. Bani eshiklarimiz. Mana kichkina razmerlar ham bor. Ha. Bulancha so'm shular. Bir yangilik aytib beramizmi? Yangilik 700 ming so'm aytilishi 600 dan to'g'ri kelam. Keladi. 600. Sizni kanalingizdan kelsa 600 yatib beramiz. Bom 08 ga. Bu 06 bu. 06 hang bammakkan material baribir. Yo'q, ichi makkan ba'zi. Yangi farqini ko'rsatdim-ku, shuning uchun arzon oladi. Ham ishlanishida, videoda oladi. Misol bo'rtma eshitganga klient o'yinda ko'rsatdik-ku, bo'rtmasi bo'lgan, ham ishlanishini video boshqacha, kraskasi boshqacha, shuning uchun sal qimmatroq yuradi. Ha, shular bor. Bularni misol optim variantlar bular. Bambuk svet. Ava. Mana. Misol men bundan hozir xudo xolasa boshlab qo'yibman bir 20 kapı. Ava. Optim yuberaman bularni. Optim ketadi. Optim. Misol ko'p ustalarni olib sotadi-da. Ana shularlari bor. Ko'p ustalarni olib sotadi. Bir ham bir qo'ldan olasizlar. Usta zakaz berib, qisqa vaqtda olib borib berasizlar bir plan o'yin. Bir plan o'yini aytdim-ku 10-15 kunda. 10-15 kun ichida taxlab beradi. Shu bizdan aytib kelsangizlar arzonroq bo'ladi shular. Bu ham mo'jiza arzonroq bizdan aytib kelsalar. Xudo xolasa avan. Sizni kanalingizdan kelsa. Bomba aytib berdilar yangiliklarni. Nasib etsa. Telefon nomerlarini qo'yamiz, telefonlashaverasizlar. Shuning yangiliklarni bizning kanalda chiqarib boraveramiz. Bularning o'zlarining Telegram kanallari ham bor, Instagram ham bor. Ustanobga jarayonlarni kuzatib boraman desangizlar, ularni qo'yasizlar. Bizning YouTube kanalda silkada qo'yamiz, kommentariya narsida. Opisanada qoldirib qo'yasiz. Opisanada ko'rib boraverasizlar. Ularni qo'ysangizlar, qurish jarayonlarini Ustanobga nera borib turibdi, Xorazm bo'yicha. Kuzatib boraverasizlar. Hozir yana bir narimiz bor, ko'rsatadi uni. Hava. Yurtdoshlar uchun va yangiliklar bundan ko'rsatib beramiz. Ajoyib etib qimmat kraskalardan urib turibdilar. Yurtdoshlar jog'li ketib turibdi. Hozir high-tech variant eshiklarni boshlab qo'yibmiz. Xudo xolasa kelsa. Avvalginalar ham bor ekan bunday. Instrumentlarni, stanoklar ajoyib. Bu high-tech variant eshik nalari. Mana qalinligi 08. 06 ning farqi. 16 08 da farq bo'ladi. Aziz yurtdoshlar, ko'rib olasizlar. Bu ihrahi uni. Aziz yurtdoshlar, Xayrobod qishlog'idamiz. Yana G'ulomjon ustamiz Xivadan Ustanobga jarayonlarini ko'rsatamiz. Hozir bir yandan arzon ayna eshiklarimiz o'tadi, darvozalar temir. Xudo xolasa kelaverasizlar. Hozir bir yandan ko'rsatamiz obzor etib. Yana shu joyimizda planovoy qo'ygan ayna eshik darvozalarini. Kelib ko'rishingiz mumkin. Yalak bozordan o'tib kelaversa Xayrobod, Yalak bozor deb aytiladi bu yer. Zo'r etib, sifatlatib taxlab beradi. 1 yil 2 yil o'tib rang o'zgartirmaydi yana. Kraska shu mashin kraskadan sapiladi. G'ulomjon ustamiz ham shu yerda. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Qarmanglar. Tuzib beribsizlar qo'ymadim. Avan, xudo xolasa oqshom Ustanobga ketdik bularni. Gap yo'q, lekin молодец. Mokra asfalt svet darvozamiz. Hozirgi moda. Avan. Arkalari alikafon. Alikapon. Teshiviller, profillar 1.4. Xo'p, shivillar ham 50 xiyli ku. Avan, teshiviller. Обязательный. Darvozamiz, ha? Avan. Yana naushniklar ruchnoy bo'lib ishlangan. Aha. Yana bizni beribsizlar figuralarni. Avan, aynamiz 2 kat zakaz bo'yicha berdi, shunda ishladi. Shum o'tirmaydi. Yo'q. Как pojni ichi utpliteri bor, arkalarni kraskasi bor, urilgan. Mana shundan bilsangiz bo'ladi. Arka taraflarini ham ko'rsatamiz hozir. 280. Yana aziz yurtdoshlar, Alikapon arkasi. Avan. Uni yojamas ekan sifatli narsa. Zo'r. Cho'pak aytadi-a? Avan. Alikapon chiyishmaydi, natmaydi, suv tortmaydi. Mana. Rangi ham bor, mokra asfalt. Mokra asfalt ekan, ko'lankasi turibdi yana. Mana. Kvadratini kelsa so'm bu darvozalar. Kvadrati 650 dan boshlanadi demir ishlan kvadrati. Shuni kelishtirib bizning kanaldan kelsalar. Bularni
Arkası alikapon bo'lsa 800 ming so'mdan bitadi bu. Alikapon. Avan. Как положено, buru төрtlük profiller, teşviller buni. Avan. Krasyasi, mashin krasiya, mashinlar qurilib turibdi. O'chib qolmaydi, yil O'chib qolmaydi, yo'q. O'chib qolmaydi. 2 yildan keyin kelsangiz ham ishi shunda turadi bu. Aynan. Aziz yurtdoshlar, murojaat qilaverasizlar G'ulomjon ustamizga. Bandamay? Bandam. Akvalarni sizlar ko'rdingizlar? Avan. Akvala Van mokri svet ekan. Van mokri svet, avan. Bularni kvadratini nechaso'm? Tushuntirib berasizmi? Nechalik materialdan ishlangan? Bu 7 minglik bu. Avan. 7 minglik kvadratini 750 ishga qo'yibmiz buni. Bizlardan kelsa 700 dan ishlab berasizlarmi? Avan, обязательно ishab beramiz. Ana. Bizlar qana? Hava, Xudo shukratdan keldik desa, arzarakat yashab ishab beramiz. Yana setkalari ichindami? Sekkalari ichida. Aynan. Zo'r ena. Aziz obunachilar, murojaat qilaverasizlar. 700 ming so'm mokri asfalt sveti, boshqada 850 900 ming so'mda o'tiribdilar. Ko'p ustalarimiz. Unda o'tirmaydilar. Ak 600 650. Ak 600 650. 600 dan tiplasizlar bizlardan kelsin. Обязательно aytib beramiz. Mana bu ham shu guring namoz ko'raverasiz. Va mokri svet ay. Shu yerdan bilsa bo'ladi. Buna markalar aka buni aka. Sekkalar bilan o'rnatdik buni. Sekkalar bilan. Sekkalar ichindami yo oddiy yuring bu? Sekkalarni podarka etdik ichida. Podarka etadilar, aynan. Sekkalarni. Bir plana oy, bandan bayna. Sekkalarni shuning ichida bonus etib o'rnatib berdik. 20 kunda. Xudo xolasa endi ichkarni eshiklaridan bir suv atgandan keyin hali buni ham zakaz beraman dedi. Ana. Ishni suv atib, taqlatib, montaj etgandan keyin bellanib ishab beramiz hali. Xursand sizlar. Passiyani klient. Aynan. Aziz yurtdoshlar, alikabondan qo'ysangizlar mahkam bo'ladi, ko'payib ketadi. Dellab qolmaydi axir. Ana. Sekkasi. Terlab qolmaydi, o'zlarimiz nima aytganda. Nachib yozdigini ilk ko'radilar. Zo'r ekan lekin setkalar, o'zim ham natamaylar sizlarga. Aynan. Bundan bir yuzini ham ko'rsatib beringmi? Mana bundan ay. Bu tarafdan oynalarimiz bor. To'yda ham no'y ekan, aziz obunachilar. Şöyle koşka. Zo'r hozirgi moda bina, domlar ham nelar ham ish mokri svet ketib turibdi, hadovoy. Mashinalar ham mokri svet boshlandi-ku. Avan. Damazlayna. Avan. Yana shu akvalani, poni mokri. Yana aziz obunachilar, pullari kelishgan narxlarda bo'ladi. Yana bir qator ayting bizning yurtdoshlar. Buni demir eshigimizni kvadrati 650 dan boshlanadi buni. 650 dan ketaveradi. Klientimiz misol uyina boramiz, o'lchamaga katalog ko'rsatsa katalog yo o'zida rasm bo'lsa, shu rasmga qarab ishab beramiz, shu vaqt pulni aytamiz. Ishdan to'g'ri keladi. Materiali yipga qalinligina qarab baholanadi-da uni. Misol hozir Rossiyada turgan bo'lsa, oylik kadon turib berib bilasizlarmi? Duramiz. Bir oy turib bilamiz, bir oy. Bir oy, ay? Avan. Bir oy turib. Qolajenasini qarab ham ne bor, ne siyosatda. Avan. Aynan. Lekin vaqtida beringlar shu aytgan vaqtlarida. Shu gelishib ishga kelishaveramiz. Ana. Bir oymi, 2 oymi shu turib beramiz. Shu aytgan vaqtida bersa bo'ldi. Aziz yurtdoshlar, kelaverasizlar yana Xayrobod qishlog'imizda yana. Aziz yurtdoshlar, hozir Qo'shko'pir Bollaqdamiz. Shu yerda G'ulomjon ustamiz bedam kapulani ustanib ketgan ekanlar. Shuni ham ko'rsatamiz hozir. Yana G'azovat ko'prikdan o'tib kelasizlar. Bollaqda yana joylashgan, ko'raman desangizlar. Yana mashinalar turibdi. Hozir bir yandan sizlarga eshiklarni ko'rsatamiz. Necha ustanib ketgan. Yurtdoshlar, G'ulomjon ustam shu yerda demir eshikni ham qo'ygan, chiroylatib bemalol zakaz beraverasizlar, shuni rang kerak bo'lsa mebel svet. Yana ustamiz uyda. Yana bu demir eshik ham 1 yil burun qurvadik buni. Hozir ranglarni o'zgartirmabdi-ku bu. Yo'q, o'zgarmadi. Boshqa oyilda o'zgarib qoladi-a? Ha, 1 yil burun buni qurvadik. Endi xudo xolasa ham ajoyib ena. Hammasini yana ko'raverasizlar. Hech chiqatmagan. Asa ichkaridan bir nalar bor ekan, bu yerdan ustanib ketasiz. Ichkarida lamet ishlan, giraveradi. Lamet eshiklarna 08 likda yasalgan. Mana chiroyli. Ajoyib. Aspekt ishlarni ko'rsatamiz. Aspektlar shuna. Ichkarilar ham zo'r. Bo'rtma eshik deb aytiladi-da. Mana bo'rtma eshik. Mana. Bundan bay. Ha. Tarafı. Ajoyibati bina. Mahkam. 08 lik materialmi bu? O'zingiz tushuntirib bersangiz. 08 lik materialda ishlangan bo'rtma eshik deb aytiladi bu. O'chib ko'raveradilar ustunda bemalol. İçi как положи bunu. İlginçlerden gap yo'q. Kelaverasizlar, nelar ham yasab beradi. Bellar ham emas.
O'yilgan ponni. Ha, o'yib. Ana. Genç krasi urilgan. Jens krasi yo'llagan. Bundan bor ekan. Banda yarım eshigimiz bor. Ana. 2 yilda baytaladimi? Challama. Bellari bilan o'ylagan. Arkaning dabollari bilan ishga ko'p. Arkasida dabor ham bor ekan buni. Ana zala giramiz hozir. Ana. Gösen işi. Ana dabollari, ponni. Shuning ichida oyoqi necha so'mdan bilan kvadrat pulni kelsak? Bularni kvadrati aga ishlanishlar qarab bu. Ha. Короче, штуку 500 ming so'mdan boshlanadi bu lamiyat eshiklarni. Bular, Ha, so'ng kvadrat arayanda 700 mingdan ta ketaveradi. ha, zamoklar ham boshqacha-ku. Ana. Zamoklari konkretni zamokdan. Ana. Bu ishi durishini necha so'm ochadi shu kapini? Baka bu 1,5 million ham tushadi, 2 million ham tushadi ona bu 2,5 million. Ishi misol ishini zo'ttiraman desalar. Bu dabori bilan 3 million boradi bu. Dabori bilan? Ha. Ana. Dabori bilan 3 million boradi. Ajoyib edi. Chanizlar ham yarashib turibdi o'zini. Yurtdoshlar murojaat qilaverasizlar G'ulomjon usta. Arkalarning dabollari bilan buni o'zi Ha, 2 dabor. milliondan oshadi, ha. 2 100 tomoni korona oshiga olsa Ana. 2 million 100, 2 million 200 chiqadi. Ana. Ajoyib. Murojaat qilaverasizlar yana sifatli ish qidirib yurganlar qisqa muddatda olib borib qurib beradi. Shunday. 3 kunlablar ekan. 3 kunlab. Xolasa 4 kunlab qo'yib beradi. Xolasa 4 kunlab, ha? Ha. Yana. Zakaz-zakaz. Yana. Shayna G'ulomjon ustamiz o'zini uyina bilan ustanobga tikib qo'yibdi shu eshiklarni. Yana. Mahkam xeyli. Zamoqlar ham ajoyib. Mana bu yerda birli kapola. Ochib paytlanishini ko'radi. Tushunayotib, ajoyib etib qistirib beradi. Xolasa bu korona oshik dabollari qo'yilmadi. Bu nereden qo'yamiz uni? Malyarkadan keyin. Mana. Как позже rezinkalar ham bormi? Rezinkalar ham ko'rsating yana. Rezinkalar bor ekanmi? Rezinka bilan qo'yilgan. Biz ham ichiga kirib turamizmi? Sukma rezinka. Ichiga Ma, u yopishadigan emas, sukma. Ana. Sukma deb aytiladi. Ko'pi bu boshqa narsa qo'ydim. Ne o'tirmaydidan bu shumay? Ina qarangadi. Beklanishdan qarang. Ha. Görüyorsunuz, gup böyle. Ana. Ses pes çıkarmıyor mu? Chiqarmaydi saspasini. O'zini o'ylab mustanib yotib qo'yibdi shu yana. Bundan bak. Kelaverasizlar. Bana göstersen. Yana bandan bor ekan. Yana materiallar ham mahkam. Aziz yurtdoshlar, bularni necha so'mdan qo'yamiz shularni? Aytdim bu korona eshiklar ham bo'lsa, 1 milliondan. 1 milliondan. 1 million. Ishi durishi 700 ming so'm. Ishi durishi 700 ming. Bizdan kelsa 600 ga qo'yib berasiz. Xudo xolasa, avan. Ana. Nasib bo'lsa. 1.6lik material axir bu. 06 da avan. 06 tishangan. 0.6lik. 0.6lik deb aytiladi. Uzunli. Mana 06 uzunli uyim ham qurib qo'ymayman. Ana. Duribdi yana. Duribdi, xudoga shukr. Namas 1 yil oldi qo'yganim bular. Ana. Aziz yurtdoshlar, murojaat qilaverasizlar. Avan. Yuqoridan bormi? Yuqoridan eshikdan. Yuqori katdan bor. Hammasi bir pason. Bir nayni ko'rsatsak, bir pason tuzatib qo'yibman. Katdan yana 3 eshik qo'yib qo'yibdilar. Ajoyib. Zo'r do'tga yarashib mana. Ilinib turish ham gap yo'q mana. Murojaat qilaverasizlar. Korona. Qo'rqmang, zakaz etaverasizlar. Ha, Qisqa muddatda aytib berasizlar. Shu aytgan 10-15 kun. 10-15 kun ichida qurib berib ketadilar. Ha, bir plan. Mana qalin figuramizda shunday narsalarni tashlab beradi. Mana endi finallarni. Mana qiziqqanlar bo'lsa telefonlashaverasizlar. Mana har sohadan bir singil deydi-ku, bu narsalarni ham o'rganib ko'pdi. Mana Oymasini ishlab beradi. oymasini ham ishlab beradi, ponni. Taxta ishlarni o'zim qo'ydim. Taxta ishlarni unutib qo'yishlang. Mana bunday narsalarni yasab beradi, ko'padiradi bu. Cho'poqqa yetadi. Bundan bor ekan. Shu oymalarni ishlaysizlar, to'g'rimi? Mana endi oymalar. Ana. Herkes yurtda yanib turadi. Mana bunday ishlar ham zakaz bo'lsa
aytaverasizlar. Qiziqqanlar bo'lsa. Aziz yurtdoshlar, sifatli o'zani yushada yuribdina. Nega baxshimi? Ha. Mana. Shunaqa ishlar ham ajoyib yana. Bu ko'rk berib turadi. Bu Qo'shko'pir ittifoqda shu yerda ustanib ketib berdilar. Shunaqa ishlar yana. Ittifoq. Baholarni-chi bering. Barakda durasizmi? Baholar figurli bo'ladi bo'lsa 300 mingga 500 ming so'm kvadrat. Ha. Figurli bo'ladi bo'lsa, agar 4 mush aylanadi bo'lsa metr yuradi. Metr. 4 mushaylarni olsa, metri 150 ming, 200, 250 ming so'm. 4 mush aylansa 40 santiga quruq aylantiradi odamlar bo'ladi. Figurli narsalar 300 mingga 500 ming so'm kvadrat. 300 mingdan 500 mingga. Mana. Xudo xolasa bemalol qo'rqmang. Ishonchli, sifatli narsalarni zakaz etaman desangizlar, telefonlashaverasizlar. Taxtashganki, ha, qo'ldan qo'llaydi. aytay. Taxtashganki 1 milliondan boshlanadi kvadrat. 1 milliondan, 1 million, 1 million 200, 1 million 300, 1 million 600 dan bor. Ana. Figurasına qarab taxtash. Figurasına qarab. Bo'ladi. Bir kapını spelajini. Ashuni zalligini ko'rsataveradi. Mana ochib borishga beklanishdan gap yo'q. Ko'payib ketadi-da, bunday qollar ham. Ajoyib. Ishlar ham bo'lmaydi. Ko'p odamlar shundan qo'yadi. Lak surtib qo'yaverasizlar, to'g'rimi? Ajoyib ko'payib ketadi bu. Bundan bor. Telefonlashib kelaversa, hammasi bir xil bo'ladi. Aziz yurtdoshlar, qiziqqanlar bo'lsa, ko'p odam shu ishlarga qiziqadi, ko'payib ketadi. Sizlar kanalimizni uzatlashmanglar, foydali videolarni ko'rsatib boraveramiz. Xudo xolasa, like-larni bosib, o'zlaringizni chiroyli fikrlaringizni qoldiringlar. Bu ustamizga o'zlaringizni fikrlaringizni aytarsizlar, chek baho berasizlar.